mening aziz yon daftarcham. Bugun yana xotiralarimni sen bilan o'rtoqlashaman. Chunki sen mening yagona ishongan do'stimsan. Bilasanmi? Bilasanmi daftarcham, yaqinda opam bilan oramiz buzilganiga 1 yil to'ladi. Ha, 1 yil. Shunday qilib desang, men tug'ishgan jigarimdan, aniqrog'i ona o'rnidagi opamdan tirik ajralib qoldim. Bunday o'ylab qaraganda hammasiga o'zim aybdorman. Onajonim, o'z yaqinlaringdan hech qachon narsa so'ramagin bolam derdilar. Ayniqsa pul qarzga so'rasang, ko'ziga yomon ko'rinasan derdilar. Keyin duoga qo'l ochganlarida ham biringni biringdan kam qilmasin, biringni biringga muhtoj qilmasin Allohim deb takrorlar edilar. Onam rahmatlining bu so'zlarga uzoq yillar rioya qildim. Opam katta og'iz, uncha bunchani ko'zga ilmaydigan ayol bo'lganlari uchunmi doimo gapni ilmoqli boshlar edilar. Opa? Opa? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Keldingmi? Yaxshimisiz opa? Ering yaxshi yuribdimi? Rahmat, Xudoga shukr. Salomni bordilar. Qani kel. Kel o'tir. Dilfuza, choy olib kelgin bolam. Yaxshimisan? Yaxshi turibsan, yaxshi keldingmi? Qani ona. Qadam yetdi baloyingiz. O'z yaxshimisiz opa? Sog'liklaringiz, charchamasdan jiyanlarim, hammalar yaxshi yurishibdimi? Ishlar bilan charchamayapsizmi? Dilfuza. Charchamasdan bo'ladimi? Aylanib ketasan, men o'zim o'rgilay. Yaxshimisan? Sog'liq yaxshimi? Yaxshi yuribsan? O'qishlaring yaxshimi? Qani qiziq. Suvlar bilan charchamasdan keldingmi? Kichkinam ozgina mazasi yo'q edi. Shuning uchun o'zim yugurib borib ko'rib kela qolay dedim sizni. Sog'liklaringiz yaxshimi? Jiyanlarim yaxshi yurishibdimi? Xudoga shukr. Ishlar bilan charchamayapsizlarmi? Xudoga shukr. Bormaysizlar ham, ko'rinmaysizlar ham. Menga qara. Hali ham shu ko'ynagingda yuribsanmi? Tuzukroq ko'ynaging yo'qmidi? Mani mahallamga kelyapsan, o'zing bilasanmi? Opajon, ko'ylagimga nima qilibdi? Xudo xolasa, meni bolalarim ham siz bolalaringizga o'xshab katta bo'lib pul topadigan bo'lsa, men ham chiroyli ko'ylaklar kiyarman. Hali bolalarim kichkina. Maosh olib yashaydigan bo'lsang, kosang burunroq qarmaydi. Boshingni qotirib 5 yil o'qiding-a. O'zi qancha olasan? Nimani? Maoshni-da. Menga o'xshab chet elga qatnaganingda kam bo'lmasding. Ammo pasportingni to'g'rilagin. Viza ochgin. Opa, bolalarim hali yosh bo'lsa, uning ustiga kichkinam kasalman. Ularni tashlab qayerga ham bora olardim? Dadasi bor, ering bor. Ha bunda xotinni kiyintirib qo'ya olmagan erkak. Erkakmi? Bolalariga qara olmaydigan erkak. Otami? Ol. Non ushatgan o'zi. Ol.
Ol. Ushatma. Ey, Xudoyim. Shunday qilib kunlar o'tdi. Bolalarim voyaga yetdi. Opam bu borada haj safariga borib, hoji ona bo'lib keldilar. Biz ularni hojilikni o'rniga qo'yadigan, beva bechoralarga nafi tegadigan bo'ladilar deb o'ylagan edik. Ming afsus. Kirdikorlari ko'p ekan. Ular jamg'argan pullarni odamlarga qarzga berib, evaziga mo'may daromad olar ekanlar. Sutxo'rlik bilan shug'ullanar ekanlar. Qarzdor bechora nima qilsin? Qarz uzolmasa, hovlisinimi, yodgorlik tilla buyumlarinimi? Xullas, hoji onaga ma'qul tushgan narsaning evaziga pul qarz olar ekanlar. Bir kuni boshimga tashvish tushdi. Kenjatoy o'g'lim og'ir kasallikka chalinib, uni boshqa yurtda operatsiya qildiradigan bo'ldik. Ammo yo'l kirasiga turmush o'rtog'imning maoshi ham, o'zimning maoshimni ham, bor yo'g'imizni sotganimizda ham yetmas edi. Oxiri o'ylab hoji opamning oldilariga bordim. Opa, yana siz oldingizga keldim. Iltimos, yordam bering. Jon opajon, yordam bering. Doktorlar nima deyishyapti? Operatsiya qilish kerak deyishyapti. Kuyovi samolyotga bilet olish kerak edi. Ozgina pul yetmayotdi. Kuyovim bilet olsa, men nima qilay? Jon opajon, ozgina puldan yordam bering. Iltimos, yordam bering. Ozginasi qancha? 50 ming. Sinema. 50 ming oz pulmi? Hozir pulim yo'q. Hech bo'lmasa 20 ming ham topilmaydimi, opajon? Men pulim bor edi o'zi. Odamlarga berib qo'ygandim. Kecha qo'shnimdan pul so'rab chiqsam, bugun qaytib berasanmi so'rab ketdi. Yashamagur. Tavba, odamlarga ham, xasligi ham hayronsan-a. To'xta. Esimga tushdi. Qo'shni mahallada bir tanishim bor. Oldin men bilan birga yo'lga qatnardi. Ismi Dilbar, sen ham taniysanmi? Kim ekan u? O'zi bolalari biznesmen. Eri kafe ochgan. Ana o'shandan so'rasam yo'q demaydi. Rahmat opajon, biram xursand qildingizki. Faqat sharti bor. Qanaqa shart? U foizga beradi. Foizga? Ha? Har oy 20% dan foyda berib turasan. Opajon, nimalar deyapsiz? 20% men qayerdan olaman? Topgan pulimiz ro'zg'origa zo'rg'a yetib turgan bo'lsa, uning ustiga kasalmand bolam bo'lsa, 20% ni qayerdan olaman? Voy seni. Hech ilojim yo'q. O'zimda ham yo'q deyapman-ku senga. Hech ilojim yo'q. Unda kelisha olmaymiz. Faqat shunaqa yordam berish mumkin senga. Meni kechiring, opa. Unda doringni ichib olasanmi, o'g'lim? Ha, barakalla. Mana shu doringni vaqtida ichib tursang, polvon yigit bo'lasan. Ot deb ketasan, o'g'lim. Barakalla. Keyin ko'chaga chiqib o'rtoqlaring bilan kopta o'ynaysan, ha? Ukajon Azizbek, hozir men senga ajoyib hikoya o'qib beraman. Uning nomi Yaxshi fazilat. Yakshanba kuni edi. Zarifjon onasi Nazokat opa bilan kinoga ketayotgan edilar. Ularning yonlaridan o'rta yoshlardagi bir ayol o'tib ketdi. Cho'ntagidan ro'molchasini olgan edi. Bir sim puli yerga tushdi. Ayol sezmadi. Nazokat opa darhol yerdan pulni oldi. Assalomu alaykum oyijon. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Assalomu alaykum. Yaxshi kelding. Alisa o'g'lim. Yaxshi bo'lib qoldingmi? Hech qayting og'rimayaptimi? Ancha tuzuk bo'ldingmi? Oyijon, nega yig'layapsiz? Yig'layotganim yo'qmi? Seni ko'rib xursand bo'lyapman-da. Seni sog'ayganing ko'rsam, xursand bo'laman. Xursandchiligimdan ko'zlarimga yosh keladi.
Hali yaxshi borib keldingmi? Opam yaxshi ekanlar, yaxshi yurishibdimi? Shukr. Salom devordilar. Salomat bo'lsin. Men albatta tuzalib ketaman, oyi. Albatta Albatta tuzalasan. tuzalib ketasan, o'g'lim. Ha. O'g'lim oyingga ko'rgan tushingni gapirib bermaysanmi? Qanaqa tush ko'rding? Bugun tush ko'rsam, tiniq suvlarda cho'milib yuramiz. Siz, dadam, keyin men. Keyinchi oyi nor tuyaga mindim. Tuyaga minib uzoqqa ketdim. Siz bilan dadamni suv bo'yida qoldinglar. Keyinchi yana birga bo'ldik. Yaxshimisiz, bormisiz? Voy, yil bo'ldi. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz, bolasi qanaqa? Keling, gaplashmaylik. Yil bo'ldi ko'rmagan. O'rgilaysizdan Ra'noxon. Hech o'zgarmabsiz. O'sha chiroylisiz. O'zi yaxshimisiz opajon? Rahmat. O'g'illaringiz yaxshimi? Katta bo'lib qolishgandir. qolishdi. O'qishlarga kirib. Siz qalaysiz? Rahmat, Xudoga shukr. Katta o'g'lim ishlayapti, Xudoga shukr. Kichigi litseyga boryapti. Har kuni o'zim olib borib, olib kelmasam ko'nglim joyiga tushmaydi siz. Qalaysiz o'zi? Rahmat, Xudoga shukr. Yurimiz sekin, bolalarni katta qilib. Kenjatoyingiz qalay? Shirintoyingiz. Bir ham asal bola edi. Ulg'ayib, katta yigit bo'lib qolgandi. Siz bilgan kenjatoyim yaxshi. Anchadan beri mazasi yo'q. Vrachlar operatsiya qilish kerak deyishyapti. Operatsiyadan hech qo'rqmang. Axir o'zingiz bilasiz, men ham 3 marta operatsiya stoliga yotdim. Mana soppa-sog' yuribman. Dard boshqa, ajal boshqa. Iloyim sizni yo'lingizni bersin, opajon. Beradi, albatta beradi. Mana ko'rasiz. Menga qarang. O'sha shifoxonada yotganimda yaqinlarimdan ham siz yaqin odam bo'lib qolgansiz. Rahmat. Olib kelgan tushvaringiz hali ham oldinda turibdi. Qo'ysangiz, opajon. Axir shunday kunlarda bir-birimizni kunimizga yaramasak, qachon yaraymiz? Birga ishlardik. Axir sizni ko'rib kelish burchimidi. Mana qarang, yaxshi bo'lib ketibsiz. Sizni ko'rib juda ham xursand Aylanib bo'ldim. ketdingiz sizdan. Baribir sizga yana katta rahmat aytmoqchiman. Siz o'shanda menga juda ham katta samimiyat ko'rsatgansiz. O'zi shunaqa ekan. Boringda, sog'lig'ingda keldi-ketdi ko'p bo'lar ekan-u. Boshingga tashvish tushganda yaqinlaring ham o'zini olib qochadi. Tashvish tortmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Qaysi shifoxonaga yotqizmoqchisiz? Vrachlaringiz qalay? Yaxshi vrach topdingizmi? Vrachlar bu yerda operatsiya qilib bo'lmaydi. Chet elga olib borish kerak deyishyapti. Chet elga? Voy, bu chet elga deb yo'l kiralari juda qimmat-u. Pulingiz bormi ish qilib? Ozgina pulimiz bor edi. Yana biroz pul topish kerak bo'lib qoldi. Shuni opamdan olsamikan deb opamlarning uyiga ketayotgandim. Qancha kerak? 50 ming so'mcha pul yetmayotgandi. 50 ming? Niyatingiz xolis ayol sizda. Menda 50 ming bor. Bolalarimga sekin-sekin jamg'arib qo'ydim. Ko'payib qopti. To'yga deb yaxshi niyat qildim o'rgilingizga. Beraman sizga. Qo'ysangiz, opajon, axir bu pul o'zingizga ham kerak bo'ladi. Voy. O'g'illaringiz katta bo'lib qolishgan bo'lishsa, 3-4 yilsiz to'y qilmayman jonim. O'g'illarim armiyaga borsin, soldat bo'lsin, burchini bajarsin, omon eson qaytib kelsin, keyin bir gap bo'lar jonim. qachon qaytarishim kerak agar oladigan bo'lsam, opajon? Qachon pulingiz bo'lsa, o'shanda qaytararsiz. Rahmat sizga. Xudo xolasa o'g'lim yaxshi bo'lib ketsa, pulingizni foydasi bilan qaytarib beraman. Tushunmadim. Nimalar deyapsiz?
pulingizni foydasi bilan qaytarib beraman deyapman. Mana xafa qilmang, Ra'noxon. Mana xafa qilmang. Nima, men sizga sutxo'rmanmi? Men sizga shundoq beraman, jonim. Qachon pulingiz bo'lganda qaytar. Qani turing o'rningizda. Ketdik, uyimdan olib beraman. Yuring, yuring, yuring. Shoshmay hozir. Mana bu voqeaga ham ancha bo'ldi. O'shandan beri opamlardan ko'nglim sovigan. Yo'q, o'ylamang. Pul bera olmaganlari uchun deb. Ko'nglim qolgani o'sha kundan keyin uyga kelmasalar ham biror marta sim qoqib o'g'limning sog'ligini so'ramaganlari dilimni og'ritdi. Bir shoirning "Sizki meni yo'qlamadingiz, o'zgalardan umid behuda" degan satrlari bor. Men hammadan kutsam ham bunday muomalani, beparvolikni, mehrsizlikni o'z tug'ishgan opamdan, onam o'rniga qolgan jigarimdan kutmagan edim. Balki men adashayotgandirman. Nahotki bir begona ayol, beva ayol qo'lidan kelgan mardlikni o'z opam qila olmasa, pul deb o'z jigaridan tonsa. Axir yaxshilikni hamma qilishi kerak.